Olimlarning izlanishlari dukkakli o'simliklar mevasi, ya'ni mosh, loviya, no'xatni doimiy tarzda me'yorida iste'mol qilish insonlarni yurak xastaliklari xavfidan asrashini aniqlab berdi. Bundan tashqari, yuqorida nomlari sanab o'tilgan mahsulotlar gipertoniyadan ham asrashi ma'lum bo'ldi. Buning sababi shuki, dukkakli o'simliklar inson organizmi uchun foydali bo'lgan vitaminlarning, jumladan oqsillarning manbai hisoblanadi. Ularning tarkibida yog' juda kam, xolesterin esa umuman yo'q. Qondagi qand miqdori ortib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Yana ular ichak shamollashi, qandli diabet xavfini ma'lum foizga kamaytirib turadi. Buning uchun haftasiga 2-3 marta dukkakli mahsulotlardan tayyorlangan taom iste'mol qilib turilsa kifoya. Sharq oshxonasida o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan no'xatning foydali xususiyatlari juda ko'p. No'xat butun dunyoda, ayniqsa Hindiston, O'zbekiston, Turkiya, Suriya va boshqa O'rta Sharq mamlakatlarida keng tarqalgan. Ularning ko'pchiligi qishloq xo'jaligida yetishtiriladi va ishlab chiqariladi. Yuqori sifatli o'simlik oqsili va kletchatkaning koni sanalgan no'xat hazm jarayonini yaxshilab, uzoq vaqt davomida qorinning to'q bo'lishini ta'minlaydi. Ortiqcha ovqatlanishni oldini olgani sababli vazn ortishi kuzatilmaydi.